Assalomu alaykum. Mana bu Samarqand fason darvozamiz. Kraskaga tayyor holatda. Hamma joyini tayyorlab qo'yganmiz, faqat egasiga mana bu tepadagi tumbasi tekis bo'lsin, chang to'planadi, olib tashlanadi-da. Endi o'shanga tepadagi tumbani ham tekis qilib kesib olib tashlaymiz. Lekin shu holatda o'ziga yarashib turadi. Endi egasini xohish istagiga qarab tepasini kesib tashlaymiz.